Assalomu alaykum do'stlar. Biz kecha National Insurance Number'da qanaqa olinish haqida video tayyorlagan edik. Juda ham bir yaxshi feedbacklar kelib tushdi. Undan keyin shaxsiyimga yozishdi, rahmat deb turib. Albatta meni xursand qildi bunaqa narsalar, chunki kimnidir mushkulini oson qiladigan bo'lsam, kimgadir yordam tegadigan bo'lsam, birinchi o'rinda bu menga savob, ikkinchi o'rinda bu motivatsiya. Shuningdek, yurtdoshlarimiz UTR number qanaqa olinadi deb so'rashyapti. Bugungi videomiz o'sha UTR number qanaqa olinish haqida bo'ladi. O'sha sizlardan so'raladigan har doimgi narsa, videoga like bosing va share qiling. Agar shuni qiladigan bo'lsangiz, biz kelajakda kelayotgan yangi yurtdoshlarimiz uchun va shu yerda yurgan yurtdoshlarimiz uchun yana ham bir kerakli, foydali kontentlar chiqarishga harakat qilamiz. Rahmat. Xo'p, birinchi o'rinda biz UTR number National Insurance numberdan qanaqa farq qiladi degan savolga javob berishimiz kerak. Buni javobi juda ham oddiy. UTR number bu o'zini o'zi band qilgan, ya'ni o'sha self-employedlarga beriladi. National Insurance number bo'lsa, kimnidir qo'lida ishlaydiganlarga beriladi. Endi deylik, siz quruvchilik qilyapsiz va o'zingizga qanaqadir mashina sotib oldingiz yoki dastgohlar sotib oldingiz. O'sha sotib olgan xarajatlaringiz sizni keyingi yil to'laydigan solig'ingizni bazasini kamaytiradi. O'shani hisobiga bu yerda HMRC har xil match indeks hisob-kitoblar qilganligi uchun ham UTR numberda alohida qilib qo'ygan. UTR number bu o'sha qisqacha aytadigan bo'lsak 10 ta xonadan iborat faqat raqamlar yig'indisi. National Insurance number ham harflar, ham raqamlar. Xo'p, biz uni ochish uchun nima qilishimiz kerak? Uni ochishda ikki xil yo'li bor. Birinchi yo'li hozir ekranda ketyapti. O'sha HMRC ning soliq profilida o'zingizga alohida akkaunt ochasiz va o'sha yerdan ochsangiz bo'ladi. Juda ham oddiy. Ikkinchi yo'li bu o'sha online forma bor, o'shani bosadigan bo'lsangiz, sizda alohida bir oknada forma chiqadi, o'shani to'ldirasiz va sizga to'ldirib, konvert ichiga solib turib, ko'rsatilgan adresga boradigan bo'lsangiz, 10 ish kunining ichida sizga keladi UTR number. Hozir bir o'sha ikkinchi metodni ko'ramiz. Chunki birinchi metodda bu sal qiyinroq, chunki unda hozir men P45 larda, P60 larda hammasini qo'yishim kerak. Men o'zimning profilim bor, qolganlarga maslahat beraman, o'sha profilni ochib qo'yishda, agar siz kelajakda UK da ko'proq bir faoliyatingizni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, HMRC tax profilda ochib qo'yganingiz har tomonlama ma'qul. O'sha yerda siz hamma narsani ko'rib borasiz. Hamma hisob-kitoblar, hammasini o'zingiz qilishingiz mumkin. Agar uni imkon bo'lmasa, mana unda ikkinchi yo'l, o'sha online forma bor, juda ham oddiy yo'l. Online formada ko'p narsa kerak emas. Sizda National Insurance numberingiz so'raladi. Siz qachondan boshlab self-employed bo'lganingiz so'raladi. Adresingiz so'raladi, bo'ldi. Boshqa hech narsa so'ralmaydi. Va bir ikkita galochka uchun savollar bor, bo'ldi. Mana hozir ikkinchi yo'lni ko'ryapmiz. Online forma yangi zakladkada ochildi, yangi tabda menda ochildi. Xohlasangiz o'qib chiqing boshdan hamma narsani. Bu просто sizga как extra information. Next'da bosdim. Mana endi o'zing haqingda degan narsa keldi. National Insurance numberda tergin deyapti. Men bu yerda o'ylab topilgan o'sha random National Insurance number teryapman. Keyingisi tug'ilgan yilingiz. Birinchi kunni yozasiz, oyni yozasiz va yilni yozasiz. Bu jinsingiz male erkak, female ayol kishi. Title endi bu hamma bilsa kerak. First name. O'sha random topilgan bu. Birovnikini qo'yib yotmanglar endi. Toshmat deb yozamiz. Keyingisi Toshmat familiyasi Eshmatov. Seni oldin ham boshqa ikkinchi familiyang bo'lganmi? Yo'q. Adresing UKdanmi? Ha. Qachon bu adresga ko'chgansan? Random datani belgilayapman. 01/01/2023 yaqinda kelganman. Oxirgi 3 yilda sen shu adresda yashayapsanmi deyilgan. O'sha men noni bosdim. Keyin telefon nomerini ber deyapti. Endi random o'sha o'ylab topilgan telefon nomerini kirgizaman. Boyagi savol sal logik jihatdan g'alatiroq edi, chunki sen UKga qachon kelgansan va 3 yil yashaganmisan deyapti. Masalan, yanvarda kelgan odam hech qanaqasi 3 yil yashagan bo'lmaydi. UK rezidentimisan? Ha, chunki UKda rezident bo'lgani uchun ham bizga kerak bo'lyapti. Endi bu sening biznesing haqingda degan narsa aytyapman, bu self-employed bo'lganlar uchun va
biznes kichik tadbirkorlik qiladiganlar uchun alohida user number kerak bo'ladi. Biz qachondan boshlab self-employed bo'lganimiz datasini kirgizdik. Mana birinchi kun, oy, yil. Keyin biznesning ismi bormi deyapti, bu majburiy savol emas. Prosta noni belgilasangiz bo'ladi, men belgilamasangiz ham bo'ladi. Endi pastda o'zi sen qanaqa kasbda o'zingni band qilyapsan deyapti. Bu yerda men bu sizning kasbingiz, siz nima ish qilasiz? Masalan, delivery driverlik qiladigan bo'lsangiz, siz self-employed hisoblanasiz. Uber haydasangiz ham self-employedsiz. Qurilish ishlasangiz ham self-employedsiz. Carpenter deb yozsam, endi o'sha CIS sxemasi bo'yicha subkontraktorimiz, ya'ni CS kartasi borlar, bu yerda EST belgilashlari kerak. Men uni belgiladim. Qolganlari majburiy savollar emas, prosta galishka uchun savollar. Bularni yes qilsangiz ham bo'ladi, no qilsangiz ham bo'ladi. Hech narsa o'zgarmaydi. Umuman qisqa qilib aytganda, men hammasini no qilib chiqyapman. Biznesning adresi, uyning adresi bilan bir xilmi? Ha. Keyin bu yerda o'sha deklaratsiya qilish kerak. Hamma to'ldirgan informatsiyaning to'g'riligini yolg'ondan tasdiqlayapman. Mana o'sha adres kelib chiqyapti. Bu degani mana shu formani to'ldirganingizdan keyin siz printerdan chiqarib, qo'l qo'yib, ism-sharifingizni yozib, mana shu ko'rsatilgan adresga yuborishingiz kerak. Tak, men hozir endi previewni bosdim. Menga hozir to'ldirgan hamma informatsiyam yangi tabda zakladkada ko'rsatiladi. Xo'p. Mana ko'rsatildi. Bu yerda hamma narsa to'g'riligini yana bir marta qarab chiqaman. Agar hamma narsa to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'sha faylning oxirgi qismida, 5-qismida signature degan joy bor. Bu yerga qo'l qo'yiladi va full name, ism-sharifingiz to'liq yoziladi va sana. What to do now degan narsa bor. Men o'sha bu narsani printerdan chiqarib turib, qo'l qo'yib, o'sha adresga borsangiz bo'ldi. Ha, do'stlar, bitta narsa, self assessment bo'lib UTRni qabul qilganingizdan keyin siz o'sha o'zingizni band qilgan hisoblanasiz. Bu degani siz har yili o'zining deadline bor. Masalan, qog'ozdagi agar qog'ozda yopaman deydigan bo'lsangiz 30-oktyabr, agar onlayn qilaman deydigan bo'lsangiz o'sha yanvarda oxiri. O'sha paytlari siz self assessment returnni amalga oshirishingiz kerak, majbursiz. Agar qilmaydigan bo'lsangiz bularda o'sha shtraflari bor, penaltilari bor. Bular po-любому sizdan o'sha shtraflarni terib oladi, undan qochib qutula olmaysiz. O'shanga agar siz UTR number olyapsizmi, bu yerga uzoq qilmoqchimisiz, unda o'zingizga bitta yaxshi buxgalter topib turib, har yilda oxirida self assessment returnlari qilib olishingiz kerak. Xohlaganlar bo'lsa men ham qilib berishim mumkin. Faqat bu narsani qanaqa qilaman, nima kerak bo'ladi sizdan, o'sha Telegramdagi keyingi bekat London kanalini kuzatib borsangiz, o'sha yerda informatsiya berib boraman.